Hörmətli padişah, xaniş aliləri, bu qiymətlik Aqtozun şahimi sizlərə soğuq qılıb əvətdi. İyisil göhərkən. Rast bək çıraylıqkən. Bu mağa bək yoxdu. Biroq şayınlar məndə nima talab qiladigan? Aziz şahim, bizning padişahimizga kerakli narsa balkim uncha oson tepilmasmikin. Mening bu diyorimda boyliq bol, tepilmaydigan narsa yo'q. Şahimizga kerak bo'lgani goh 2 putluq, goh 4 putluq, yana ba'zida 6 putluq bo'la oladigan narsadir. Qadrli xonishim, siz buni anlaganmi? Abbas, Kaminleri bilmedik hemen. tez berib bizdə tapamıza qaytib kelguchi bo'lma. Kömigen, emsi anlıgan mı? Azaldan anlamap dikenme. Mening azaldin meni baxmagan bir taxyin bar. Bir Nasıldı? Sen nasıl uçurap kaldın? Ben avarcılık yürüktüm. Bana yardım kımsan bomba de. Abbas aka, nimaga buncha parakanda bo'lib ketdingiz? Bağdat'ın elçisi şahimizden gah 2 putluq, gah 4 putluq, yani bazda 6 putluq bulaydigan narsa talab qipti. Bu qasdan odamni qiynag'anlik emasmi? Abbas aka, ansirmang. Mening amalim bor. Ata u elchini bozorga boshlab kelib, u narsa bozordili bor. Nima? Bozordimi bor ekan? Bu mümkün emas. Men og'zimga kelganini deb qo'ygan tursam. Elçi janoblari, bu narsa haqiqatan mavjud. Mening bu zaminimda hamma narsa tepiladi. Amsi vaqt kelganda ko'ramiz. Abbas, bu narsani sen o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Yo'q, buni menga Nasriddin deb bergan. Nima? Bir kichik bolaning gapiga qandaqmi ishongili bo'lsin? Hurmatli shohim, oldirmisizlar. Nasriddin kichik bo'lgani bilan nihoyat aqlliq. Uningga ko'pchilikning hammasi qoyil. Ishonmayman. Rostavaman, aql parasati uning nomi elga mashhur. Uning aqlliqligini men o'z ko'zim bilan bir ko'rib boqay. Elim yaxshi, Nasriddin bo'lib qoptikan. Bo'lmasa paqlon go'shini tatqizib qo'yatdim. Aşküz kazzaplan baplashqa Nasriddinning amali bor. Shunday. Nasriddin degan bu bir nima rostli shundoq aqlliqmi? Qara, Nasriddin bo'lg'ashqa men buni topa oldim. Shundoq, Nasriddin menga yordam qilgan. Nasriddin farosatda shohni besib tushdi. Shundoq bo'lmaydi. Shuhratimga chang solmoqchi ekanda, uning adabini toza bir bahmisam. Xotirjam bo'lsinlar. Bu ishni menga topshirsinlar. Nasriddinning inovatini rostliyaga ura olsang, bu tangilarning hammasi sening bo'ladi. Xotirjam bo'lsinlar. Bu shumtakni boplash oson. Nay. Nasriddin, quruq uzumingdan qanchalik bor? Qanchalik olaman desizlar, shunchalik bor. Hammasi yaxshi. Menga alayda quruq uzum kerak. Qizilmi emas, ko'kmi emas, yo seriqmi emas. Qanday aqsanda bormi? Bormi yo'q? Yo'q, odam do'kon ochaman demay uyingga qaytgan. Unda quruq uzum balig'i bor, lekin dushanba emas, seshanba emas, chorshanba emas, payshanba emas, juma emas, shanba, yakshanbada boshqa chog'da kelib olib kelsalar bo'ladi. Shundoq bo'lsin, malni o'zlari kelib olib kelsalar. Bo'la. Nima u bu degan? Quruq uzum olamlar, amondilar. Yaxshiroq o'ylab baqsizlar, olmoqchi bo'lsalar, kaslar. Oy, ko'zim yo'qmi? Oy, hocam kango. Asta hocam. Men uni sal chaqlab qoptiman. Qalva. Voy. Nasriddin, anlasam sen bek aqlli ekansan. Men bilan baslashni xohlamsan? Abbas aka, bu yoq. Bu yoq. Men Abbosning yiroqdan kelgan tog'isi. Shundoqmi Abbos? Shundoq. Men bilan qandoq taslashmoqchi?
Tağa. Sizning soqqilingiz. Tez chaplab qo'y, tez bo'l. Tez. Tez chapla. Nasrdin, mandaq bo'lsin. Biz bozordagi odamlarning do'ppisini og'izishdan baslashaylik. Kim jiq og'iz olsa yengidi. Bo'ladi. Nasrdin, yengilgan. Unisini atayin. Xaloyiq, anglab turinglar. Kim beshilik do'ppisini elivassa, uningga men bir tillab beraman. Bir tilla basa, haqiqatan jiq berdigan. Mumkin emas-da. Olay mana. Rostkan-ku. Qaranglar. O'zli badi bu. Elinglar, Nasrdin, sen yengilding. Yumshoqda. Bayğucam, do'ppilarni ilibasizlar. Bu tag'imiz sizlarga bir tilla berdigan. Bir tilla. Biroq bo'yin egadigan gap. Yo'q. Nemish qolmaysiz? Elivassangiz, men sizga 2 tilla beraman. 3 tilla. 5 tilla. 8 tilla beraman. Qancha pul dastur bu beklar? Dada yaraysiz. Sen nochkansan. Asla. Olmaymiz. Bu sizlarning nima qildinglar? Bir tillani deb o'z iztimizni yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi. Qandaq dedim xaloyiq. Bu Ko'pchilik quloq solinglar. Bu bizning hurmatli podshohimiz bo'ladi. Salom bermay nimaga qarab tursizlar? Shoh oqlilari. Shohim soqollari. Selimboy, tez shohimizga salom qilsizlar. Uning rost shoh yalan shohligini kim biladi? Ko'zingizni yo'g'on ichib qaramamsiz. Men xizmatini qilayotgan odam podshoh bo'lmay kim bo'ladi? Podshohim bu g'oyla. Bu Hurmatli shohim, qarsizlar, hammanglar do'ppisini ilaverdi. Nasrdin, bu qitim yengan bo'lsang-mu, biroq bu sening mendan aqlli ishkanligingni dalillab beramaydi. Haliga jiq putuba narsa rost mavjudmi? Shundaq, hurmatli shohim, u narsani mushu bozordilla topalaymiz. Nihoyat yaxshi. Ata haliga Bag'dod elchisini bir hayron qoldirib o'tmaydigan bo'lsam. Nasrdin, amsi at karamatini ko'rsat. Xotirjam bo'ling.